Xotin. Labbay. Men hozir Doniyorjonni oldiga ketyapman. Chet el safaridan qaytibmiz. Ham ko'rib kelaman, ham bugungi tadbirga aytib qaytaman. Bozorchi bozor. Bozorni qachon qilmoqchisiz? Yana o'rtoqlaringiz xotinlari bilan aytib qo'ysiz, bozorni qachon qilmoqchisiz? Sen ro'yxatni tilingga o'xshatib bir qarish qilib yozib qo'y. Men tezda kelaman. Ko'zingga qarasang o'lasan, qoliftagarchiligini buni. Yaxshiyam minganing Nexia Lacetti emas, bo'lmasa to'g'ri ustiga haydaverar ekansan-ku. Mumkinmi? Mumkinmi Doniyorjon? Doniyorjon? Kiring. Do'stim, bormisiz? Mana sizni ham ko'radigan kun bor ekan-ku, hay. O'tiring. Qo'l nima bu? Terlaydimi yo oshib kelyapsizmi? Xizmat, gapiring. Ya, hech qanaqa xizmat yo'q. Men tanimadingizmi? Erkinman. Erkin do'stingiz. Yomon hazilkasizda. Xo'p, yaxshi. Gapiring, nima xizmat? To'g'ri, yana xizmat deydi-ya. Ya, hech qanaqa xizmat yo'q. Mayli. Anaqa safarga yaxshi borib keldingizmi? Bir sizdan xolahol so'rab ketay deb men yo'lda o'tib ketyapman, aytdim, bir kiray do'stimni ancha bo'ldi ko'rmaganimga, bir xolahol so'rab o'tay deb kirib o'tdim-da. Endi bugun gap biznikida. Xabaringiz bormi, yo'qmi? Hamma o'rtoqlar biladi. Bugun hamma xotini bilan bizga keladi. Siz ham kelinni olib ishxonadan chiqib to'g'ri bizga o'tasiz. Avvalambor meni o'tishga vaqtim yo'q. Birinchidan. Ikkinchidan, men sizni kimligingizni taniganim ham yo'q. Doniyorjon, o'zingizmisiz? Men erkinman. Xo'sh, yaxshi. Siz erkinsiz, men Doniyorman. Xo'sh, xizmat. Ha. Do'stim ko'r bo'lib qoldi deb eshitdim. Hol ahvol so'rab kelay deb keldim. Bo'pti. Alo. Asqarboy, yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi do'stim? Kayfiyatlar zo'rmi? Asqarboy, Erkinboyni tushirib bo'lmaydi degandingiz? Hozir mana qo'ltig'idan tarvuzi tushgan odamday sappayib chiqib ketdi. Bopladim. Bo'lmasa kechga ko'rishguncha. Bo'pti. Xo'p, oilaviy ayollarimiz bilan yaxshi bo'lardi. Bo'pti, xo'p. Mayli do'stim, sog' bo'ling. Xo'p.
qaytadan uylanish niyatim yo'q. Voy, bu nima deganingiz? Ha bu senga uylanganda ham bunchalik xarajat qilmaganman-da. Endi xotin, bu ro'yxating ancha tahrir talab bo'ldi. Hech qanaqa tahrir kerak emas. Bu o'zi mukammal asar. Siz yozilganidek ijro etib kelsangiz bo'ldi. Ya xotin, uchgan. Hozir. Mana. Ijro jarayonida o'zim tahrir qilib olaman. Bo'ldi. Men ketdim. Qayoqqa ketyapsiz? Mani o'rtoqlaringiz xotinlarning yonida sharmanda qilmoqchimisiz? Qayting. Ey! Endi do'stim yo'q demang. Menga pul juda zarur bo'lib qoldi. Bilasiz, hozir birovdan bir so'm pul so'rash noqulay. Shuning uchun shahar markazidagi uyimni bilasiz-a? 2 xonali. 2 xonali uy. Shuni sotmoqchiman. Shu begona bo'lmasin deb oldingizga keldim. Shu uyni o'zingiz sotib olsangiz. Yaxshi uy. Yaxshilikka yaxshi uy do'stim. Uyda qora qozonni zo'rg'a qaynatib turibmiz. Imkoniyat yo'q. Birinchi qavat, g'ishtlik, podvali ham bor. Balkon 2 ga 6. Yevro limon. Xullas, baraka topasiz. Yaxshi uy. Ya do'stim. U uyingizni narx-navosini eshitganmiz. U pulni o'zimiz ham orzu qilamiz. Kamtarlik qilmang do'stim. Biznesingizni bilaman. Mayli, do'stchiligimiz hurmati 300 o'tib beraman. Ya. Qimmat do'stim, qimmat. Mebeli ham bor. Uydagi jihozlarimni sizga tashlab ketaman mana. Kalitni shunda olib beraman. Kirib yashayverasiz. Yo'q, uy. Jihozlar qoladi o'z joyida. Hamma narsa qoladi. 300 o'tib berasiz. Men ham olib chiqib ketmayman. 5 ta tashang. Bir yordam qilsam qimmatda sizga. Yashang. Bo'lmasa siz hujjatlarning harakatini qilaverasiz. Harakatni qilaman, xabarlashamiz. Bo'pti. Xo'p, mayli. Ey, do'stim, bir minut. Mashinangiz bor edi-yu. Iloji bo'lsa shuni ham begona qilmay o'zimga sotib qo'yavering. O'zi pul yo'q edi-yu, lekin yomon ishim ketganda o'zingiz yaxshi bilasizmi? Ha? Xo'p. Mayli. Ay, yashang, do'st degani bundoq bo'pti-da. Bo'pti. Bo'lmasa ham boring. Sog' bo'ling. Xo'p, bo'pti. Xotin, roman tilla taqinchoq etiribdi-ya. Ochib ketibsan. Tanasi boshqa dard bilmas deganlar shu ekanda. Nima ustimdan kulyapsizmi? Xo'p, shoshmay tur. Men senga aytgandim, bu tish doktoriga navbat ko'p bo'ladi deb. Odamni qara. Kim oxiri? Men. Sen? Hammalaring shu tish doktoriga keldilaringmi? Yo'q, faqat mening tishim og'riyapti. Bular kim? Bular meni ukalarim. Men qanday baqirishimni tomosha qilgani kelishgan. Og'izda 2 soat yopman. Tushunmadim. Nimasini tushunmaysiz, doktor? Nos otsam bo'ladimi deyaptilar. Doktor, mumkin. Tushganmi qil, doktor?
Pilla bo'pti. Pilla? Tish doktorlar ham tish og'rir ekanda. Tish doktori ham odamda uka. Tabriklaymiz. Doktor, bitta savolim bor edi. Bitta tishni sug'urib tashlashga qancha vaqt ketadi? Endi oldin tayyorlash kerak. Ana endi otishaydi. Uni davolab bo'lmaydi, jag' tishi. Ich qovoq bo'lgan. Aha. Shuni sug'urib tashlash kerak-da. Mendan so'rab nima qilasiz? O'zingiz bilar ekansiz-ku. To'g'ri qilib boshimni qotirasiz. Oldin tayyorlamasdan qo'yib bo'ladimi, ya? Doktor, shoshib turibman. Davolashni keragi yo'q. Ukol, pukol, dori-pori kerak emas. Shunday sug'urib tashlang, iltimos, doktor. Shuncha yil mana shu joyda ishlab, Ay. sizga o'xshagan bironta mard dovyurak bemorni ko'rmaganman. Rahmat. Keling. Rahmat. Keling. Xotin, kir. Kir. Yomon tushirdi bu. Tishga nima qildi, doktor? Pilla qani, pilla? Mana tilab qolmadi. Xotin yaxshi bo'lib qoldingmi? Aylama uni ya, xotin. Yezdirmi tilla taqinchoqingni? Mehmonga bu bilan borib bo'lmaydi. Ura, tush oldimga tush. Tush. Rahmat, doktor. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Xotin emas. Div. Dadasi, tog'oraga somsami, tabakami, u narsa olamiz-mi? Shu gapni 8 marta takrorlading, xotin. Doktor tishingni sug'urguncha tilingni sug'ursa bo'lmasmidi? Bolam aka? Voy! Ay, kim bu? Ya, assalomu alaykum. Qara mehmonlar kelishdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Qizim qani, Unisaxon keling. Oyingizga yordamlashing. Keling, mehmonlar kelib qolishdi. Ana. Keling. To'g'riga ichkari. Yaxshimi? Do'stim, salomat keling. Kayfiyatda yaxshimi? Yaxshi kelib qoldinglarmi? Keling, yaxshimisiz? Yaxshi kelib qoldinglarmi? Xotin mehmonlarni ichkariga. Qani. To'g'riga. Keling. Ana bu. Kelin. Hozir kelish borami? Ketimizdan keladigan. Kelishadimi o'zi? Ha, kelishadi. Keladi. Ana, Qani ichkariga. qani yurchi? Qani yuring. To'g'riga. Ha, xo'p.
Yurak kuydirma sig'adimi? Ha, tinchlikmi o'zi? Nima bo'ldi? Mashinani turtib oldim. Temir bor joyda falokat bordi. Jonga ziyon qilmadimi? Yo'q, Xudoga shukr. Shu mashinani pachoq bo'lgani hisobga olmasa, hammasi yaxshi. Joning sog' bo'lsin do'stim. Temir topiladigan narsa. Temir topiladi, jon sog' bo'lsin. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Sizga aytishga oson. Qo'lingizni qayoqqa cho'zsangiz yetadi. Imkoniyatingiz bor. Lekin men mana shu mashinani orqasidan tirikchilik qilardim. Endi nima qilaman bilmadim. Mana bizdek do'stlaring bor. Nimaga siqilasan, o'rtoq? To'g'ri. Do'st, mana shunaqangi og'ir kunlarda kerak bo'ladi. Xafa bo'lmagin, kerak o'rtoq. Xafa bo'lma. Bizdek do'stlaring bor, nima g'aming bor? Hech narsani o'ylama. Joning sog' bo'lsa bo'ldi. Mana bu o'zimni hisobimdan. Ataganlaringizni tashlaylar bo'ldi. Yonlaringizda boridan ataganlaringizni tashlaylar. Mana bizdan. Mana o'rtoq, kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasan. Xafa bo'lmagin. Rahmat. O'tir, birov cho'ntayni poylama. Ana. Hey! G'ayra! Ol mana. Ol buningni. Odamni sharmanda qilding-ku. Biz senga nima? Semichkaga pul yig'yapmizmi? Mana g'ayrat hisobidan. Olib qo'y o'rtoq. Rahmat. Xafa bo'lmagin. Yaxshi kunlaringda xizmat qilay. Rahmat. Rahmat. Texnika bor joyda bu. Alo. Bor. Temir narsa bo'ladi. O'g'lim? Bor narsa. Yo'q. Mashinani sen minma. Hali yoshlik qilasan. Amakinga tamaking minib kelsin. Ha. Kalit? Kalit eshikning yonida mixtalingan turibdi. Kechqurun amaking bu yoqqa Erkin boboning uyiga kelib, men bilan oyini olib ketsin. Xo'p. Ha, amaking Erkin boboning uyini yaxshi biladi. Ehtiyot bo'lib qaytib kelsin. Xo'p, mayli. Asqarboy, hozir mashinani turtib oldim degandingiz-ku? Hozirgina o'zingiz bitta uydirmadan bo'lsin dedingiz. Mana zo'r uydirma bo'ldi. Nega bunaqa qarayapsizlar? Hey. Sen bilarmiding? Yo'q. Sen baxtlisan. Qalay bo'ldi? Sen jumbosh aktyor bo'lishing kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otaxon yaxshimisiz? Sog'lig'i yaxshimi? Rahmat. Bu nima degan gap, ha, otaxon? Mahalladamda g'ozga o'xshab ko'krak kerib yurardingiz. Tinchlikmi o'zi? Bu nima bu? Hassala paydo bo'lib qopti. Esingizda bo'lsa, bundan 40 kun oldin sizdan bir maslahat so'ragandim. Kunduz kuni yulduz ko'rish mumkinmi deb. Xo'sh, ko'ryapsizmi? Ha? Maslahatlarga amal qilishga edi, men sizga aytuvdim. Yog'li, yog'siz, tuzli, tuzsiz ovqat yemang, meva-chevalarni yemang. Faqat
40 kun chilla saqlab dog' suv iching dedim. Nima bo'ldi shu? Ha, shu aytganingizni qildik-da. Endi kunduzkuni bir kichkinagina yulduzda kirib chiqayotganini ko'ryapman. Aha. Lekin ana oftobni ko'rmay qoldim-da. Ya. Ha, bu oftob qachon chiqadi bu? Hozir kechqurun, Ha? tong otsin chiqadi. Abba, keyingi paytda shu tong ham otmay qoldi-da. Otadi. Sog' bo'ling otaxon. Oxirgi paytda kun bilan tunni ham adashtirib qo'ydimmi deyman-da. Yaxshi o'tirdik. Ha, Yaxshi bo'ldi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Ana joydami? Masalliga yo'qmi? Kamchiligi yo'qmi? O'tiring. 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 Rosa maza qildik, rahmat. Erkinboy, mehmondorchilik uchun katta rahmat. Borib ayollarga bir xabar bersangiz. Ularda bir gap xaltasi ochilmasin. Bola chaqa uy-joy hammasi esdan chiqib ketadi. To'g'ri. O'tiribmizda. Boraylik endi. Bu yoq kech bo'lib qoldi endi. Yaxshi. Qani bitta duo qilaylik qani? Yo'q. Duodan oldin qiladigan ish bor. Duodan oldin qiladigan ish bor. Endi baribir borganingdan keyin bolang oldinga chopib chiqsa nima qilaydi? Qutlug' uydan quruq keldingizmi deydi. Qutlug' uyga quruq kirib bo'lmaydi degan gaplar bor. Shuning uchun mana shularni sekin olsak, sekin olib berishga urinamiz. Qani, hop. Hop. Qani. Oling. Ana, endi Bolani juda yaxshi ko'rasiz-da, Doniyor. Bolani kim yomon ko'radi? Bolani kim? Qo'lingizga berib yuboring, qo'lingizga berib yuboring. Nima qilaysiz qoldi? Nima, Doniyorjon, hozir. To'xtang. Bo'ldi. Hozir. Ha. Olinglar mayda-chudalardan olinglar mundoq bir. Ya onlarga chop chiqsa nima degan olgan bo'lasizlar? Qo'l qup-quruq kirib borasizlarmi? Jiyanni men ham yaxshi ko'raman. Ya bolani kim yomon ko'radi? Oling, tortmang. Ana ulardan sovg'a oling o'zingizga. Hey! Ya, nima qilyapsiz? Endi shuncha shirinlikni jiyan yegandan keyin albatta chanqaydi. Sovuq choy ichgisi keladi. Shunga jiyanga ilindim. Allohu akbar. Keting, turing o'rnlaringdan. Mayli. Ya. Erkinboyniki ham bir esdalik bo'lib qoldi lekin. Esdan chiqmaydigan bo'ldi. Yaxshi o'tirdinglarmi? Voy, yaxshi bo'ldi. Keyingi safar kimniki? Xudo xolasa bizniki. Keyingi safar. Ha, bu yoqdagi. Keyin bu yoq. Oxiridami sizniki? Ha, yaxshi. Oxirni yaxshi ko'radimi? Bir oyda bir marta o'tirishib turgan. Albatta. Gaplashib, gaplashib. Yeni choydan bu yoq beradi. Ha, keyingi gal bizniki. Ha, Bu yoq. Bu yoq. Ana. Amakingiz. Oxirdagi. Ha, mana shunaqalar yurishtirsangiz. Ha, yaxshi. Bir oyda bir marta. Nima unaqa qaraysan, xotin? Sen o'ylayotgan narsa emas, choy to'kildi, choy. To'xta! Ey, to'xta dedim senga. To'xta! Ya. To'xtadim. To'xta, ey. To'xta. Ya. Ey.
Uyat emasmi bu bunaqa qilib mashina haydash uyat emasmi uka? Qanaqa bo'lasan sen? Qanaqa bo'lasan ha? Seni tushunmayman. Mana bunaqasidan o'tib qolasan ha? Ha? Uyatsan Senden boshqa mana qo'shnilarda Nexia Lacetti'si bor ha? Chiroyli haydab kiradi, chiroyli haydab chiqadi. Qo'li ko'ksida assalomu alaykum deydi. Rais buva, meni ham Nexia Lacetti'm bo'lsa, men ham qo'lim ko'ksimga salom berib o'taman. Eshigim yopilmaydi, rais buva, nima qilay? Bari odam bilan oldim sharmanda qilding. Bor yo'lingdan qolma.